Salom, qadrli obunachilar va kanalimning doimiy kuzatuvchilari. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuda suhbatlashmoqchimanki, uning ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Men sizni bir ogohlantirish bilan boshlamoqchiman. Agar siz bugungi ma'lumotlarni bilmasangiz va tegishli harakatlarni qilmasangiz, shaxsan o'zingiz yoki oila a'zolaringiz bir qator jiddiy moliyaviy imkoniyatlardan, ya'ni muhim qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki bir tavsiya emas. Bu sizning shaxsiy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan dolzarb muammo. Ko'plab odamlar bu to'lovlardan bexabar qolmoqda yoki ularni avtomatik tarzda olishadi deb o'ylashmoqda. Lekin yo'q, aksariyat hollarda bunday emas. Hozir aytadiganlarim har bir fuqaro uchun, ayniqsa bolali oilalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar va kam ta'minlangan fuqarolar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering va hoziroq kanalimga obuna bo'lish tugmasini bosing, videoga esa like bering. Chunki bu ma'lumotlar boshqalarga ham yetib borishi kerak. Ular ham bilishlari va o'z haqqini olishlari kerak. Aslida muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, muammoning ildiziga sho'ng'iymiz. Avvallar ko'plab ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar va qo'shimcha moddiy yordam turlari fuqarolarga nisbatan soddalashtirilgan tartibda, ba'zan esa deyarli avtomatik tarzda taqdim etilardi. Masalan, bola tug'ilganda uning tug'ilganlik guvohnomasi, pensiya jamg'armasi yoki fuqarolar yig'inlariga yetkazilsa, ma'lum bir nafaqa turi go'yo o'z-o'zidan rasmiylashtiriladiganidek edi, yoki nogironlik pensiyasi rasmiylashtirilganda. Ba'zi bir qo'shimcha imtiyozlar ham shu tartibda ko'rib chiqilishi mumkin edi. Axborot almashinuvi tizimlari unchalik rivojlanmagan bir paytda byurokratik jarayonlar har doim ham fuqarolar foydasiga ishlamasdi. Lekin ba'zi holatlarda inson omili yoki qo'lda boshqaruv tufayli ba'zi imtiyozlar o'z egalariga yetib borardi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, byudjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanish maqsadida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa raqamlashtirish jarayonlari. Yagona darcha tamoyili asosida davlat xizmatlari markazlari DXM orqali xizmatlar ko'rsatishning joriy etilishi, ijtimoiy himoya yagona reyestri kabi tizimlarning ishga tushirilishi bu sohada katta o'zgarishlarga olib keldi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi avvalo haqli fuqarolarga yordamni aniq va shaffof tarzda yetkazish, ikkinchidan byudjetdan ajratilgan mablag'lardan samarasiz foydalanishning oldini olish edi. Natijada ko'pgina qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar uchun endi oddiygina shart bu sizning bevosita murojaatingiz, ya'ni yozma arizangiz yoki elektron arizangiz hisoblanadi. Davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi, bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari, soliq idoralari bu muassasalarning har biri o'z vakolatlari doirasida turli xil to'lovlar bilan ishlaydi va ularning aksariyati uchun bugungi kunda jim turgan fuqaro hech narsa olmaydi. Bu shunchaki texnik o'zgarish emas. Bu sizning faolligingiz, huquqiy savodxonligingizdan kelib chiqadigan moliyaviy mas'uliyatni o'z zimmangizga olish demakdir. Agar siz biron bir sababga ko'ra qo'shimcha yordam olishga haqli bo'lsangiz, ammo tegishli idoraga murojaat qilmasangiz, hech kim sizning eshigingizni taqillatib, mana sizga pul keling, oling demaydi. Tizim shunchaki sizni mavjud to'lovlar uchun da'vogarlar ro'yxatiga kiritmaydi. Chunki sizning huquqingiz tasdiqlanmagan bo'ladi. Bu esa siz uchun yo'qotilgan imkoniyat, oilangiz uchun esa qo'ldan boy berilgan moliyaviy yordamdir. Birinchi asosiy qism. Nimani bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Bu yerda biz sizga muhim bo'lgan 3 ta guruhni aniqlaymiz. Kimlar aynan mana shu qo'shimcha to'lovlar haqida o'ylashi kerak? Kimlarga bu ma'lum qo'shimcha to'lovlar haqida o'ylashi kerak? Bu ma'lumot nisbatan kamroq taalluqli bo'lishi mumkin va umuman olganda bu tizim qanday ishlashini tushunamiz. Avvalo barchamiz bilishimiz kerakki, davlat o'z fuqarolarini ijtimoiy himoya qilishga intiladi. Biroq bu himoya mexanizmi endi ko'pincha so'rov bo'yicha yordam tamoyili asosida ishlaydi. Ya'ni sizning ehtiyojingizni yoki haqqingizni davlat organlari o'z-o'zidan to'lib bilmasligi mumkin. Aslida kimlar uchun bu ma'lumot juda muhim va ular darhol harakat qilish kerak. 1. Bolali oilalar, ayniqsa ko'p bolali yoki nogironligi bor farzandlari bo'lgan oilalar. Davlat tomonidan bolalar nafaqalari, moddiy yordam turlari muntazam yangilanib turadi. Ko'pincha ma'lum bir miqdordagi bolali oilalar uchun
yangi yoki oshirilgan nafaqalar joriy etiladi, lekin ular avtomatik tarzda berilmaydi. 2. Nogironligi bor shaxslar va ularga g'amxo'rlik qiluvchilar. Nogironlik nafaqasidan tashqari ba'zi holatlarda uyda parvarish qiluvchi shaxslarga maxsus yordam pullari, tibbiy anjomlar sotib olish uchun kompensatsiyalar yoki reabilitatsiya xizmatlari uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha tibbiy xulosa va maxsus arizlar asosida beriladi. Kam ta'minlangan oilalar va yolg'iz yashovchi keksalar. Agar sizning oilangiz daromadi belgilangan eng kam uchun miqdordan past bo'lsa, siz kommunal to'lovlar va kiyim-kechak uchun moddiy yordam kabi qo'shimcha to'lovlarni olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu to'lovlar ham qat'iy ariza asosida oilaning daromadlari va turmush sharoitini o'rganish orqali belgilanadi. 4. Ishsizlik nafaqasi oluvchilar yoki ish qidirayotgan fuqarolar ba'zi hollarda ish bilan ta'minlashga ko'maklashish uchun yo'l xarajatlari, kasb o'rgatish uchun stipendiya yoki kichik tadbirkorlikni boshlash uchun boshlang'ich sarmoya shaklida qo'shimcha yordam berilishi mumkin. Bu ham o'z-o'zidan emas, balki bandlikka ko'maklash markazlari orqali murojaat qilishni talab qiladi. Asterisk, kimlar uchun bu ma'lumot kamroq dolzarb bo'lishi mumkin? Agar siz hech qanday ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmasangiz, barqaror daromadingiz bo'lsa, oilangiz moddiy jihatdan ta'minlangan bo'lsa, albatta bu qo'shimcha to'lovlar sizga bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ammo shuni unutmangki, har kimning hayotida kutilmagan vaziyatlar yuz berishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni bilish har doim foydali. Balki sizning qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz yoki do'stlaringiz orasida shu to'lovlar haqida bilmaganlar bordir. Ularga yordam bering. Ashtirib keling. Endi bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalsak, raqamlar va vaziyatlar bilan. Bir misol. Ko'p bolali oilalar uchun yangi turdagi nafaqa tasavvur qiling. Sarvar va Dilnoza oilasi bor. Ularning 4 nafar farzandi bor. 17 yoshli Asliddin, 8 yoshli Nodira, 5 yoshli Javohir va 2 yoshli Mo'xinur. Oldinroq ular faqatgina 2 farzandi uchun standart bolalar nafaqasini olishardi. Chunki o'sha paytda mavjud tartibga ko'ra. Nafaqa bir nechta katta farzand uchun emas, balki bir yoki 2 kichik farzand uchun berilardi. Bu oilaning oylik daromadi shahar sharoiti uchun o'rtachadan past edi. Ya'ni oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad belgilangan me'yordan oshmasdi. Yaqinda yangi qonun qabul qilindi. Unda 3 va undan ortiq farzandi bor kam ta'minlangan oilalarga har bir farzand uchun qo'shimcha 20 ming so'mdan nafaqa ajratilishi belgilandi. Bu nafaqa faqatgina arizaga asosan beriladi va oilaning umumiy daromad mezonlari qat'iy nazorat qilinadi. Sarvar va Dilnoza bu yangi imkoniyatdan butunlay bexabar edi. Ular agar davlat berishi kerak bo'lsa, o'zi beradi-da degan fikrda edilar. Natijada agar Sarvar va Dilnoza mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilmaganlarida, ular har oyda kamida 3 ta farzandi uchun 72 ming so'm, 42 ming so'm qo'shimcha yordam pulini yo'qotishardi. Bir yil davomida esa bu qariyb 9 ming so'm degani. Bu pul oila byudjetiga jiddiy yordam bo'lishi mumkin edi. Farzandlarning maktab anjomlari, kiyim-kechaklari yoki sog'lig'ini mustahkamlash uchun ishlatilishi mumkin edi. Ariza berish uchun ularga pasport nusxalari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh to'g'risidagi guvohnoma va oilaning daromadlari haqida ma'lumotnomalar, masalan ish joyidan maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki soliq idorasidan tadbirkorlikdan daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak bo'lar edi. Astish 2 misol. Nogironligi bor shaxslarga uyda parvarish uchun kompensatsiya. Keling, Aziz akaning hikoyasini ko'rib chiqaylik. U iri guruh nogironi bo'lib, o'zi mustaqil harakatlana olmaydi va doimiy uy sharoitida parvarishga muhtoj. Uning rafiqasi Gulnoza opaning asosiy ishi Aziz akaga g'amxo'rlik qilishdir. Shuning uchun u boshqa ishga joylasha olmaydi. Aziz aka asosiy nogironlik pensiyasini oladi, lekin uning kundalik ehtiyojlari va dori-darmon xarajatlari sezilarli darajada yuqori. Yaqinda qabul qilingan hukumat qaroriga ko'ra, bir guruh nogironligi bor shaxslarni uyda parvarish qilayotgan oila a'zolariga har oyda 37 ming so'm miqdorida maxsus kompensatsiya to'lovi joriy etildi. Bu to'lov ham avtomatik tarzda emas, balki nogironligi bor shaxsning oila a'zosi tomonidan yozma ariza asosida beriladi. Ariza beruvchi nafaqat o'z shaxs haqidagi ma'lumotlarni, balki nogironligi bor shaxsning tibbiy xulosalarini, nogironlik guvohnomasini va haqiqatan ham unga uyda parvarish ko'rsatilayotgani tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi lozim.
agar Gulnoza opa bu imkoniyatdan bexabar qolib ariza bermaganida oila har oy 350 ming so'mni yo'qotardi. Bu pul dorilarni sotib olishga, parvarish uchun zaruriy vositalarga yoki hatto Gulnoza opaning o'zi uchun oddiy ehtiyojlarga sarflanishi mumkin edi. Bir yil davomida esa bu qariyb 200 ming so'm demakdir. Bu esa ularning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilishi mumkin bo'lgan jiddiy mablag' edi. 3 misol. Yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlar kompensatsiyasi. Mavjuda opa 65 yoshli yolg'iz nafaqaxo'r ayol. Uning yagona daromadi pensiyadan iborat. Pensiyasi esa oylik hayot xarajatlari, ayniqsa kommunal to'lovlar narxi oshgan sari yetmay qolmoqda. Uning uyi eskiroq. Shuning uchun isitish xarajatlari ham ancha yuqori. Hukumat tomonidan kam ta'minlangan va yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlar uchun qisman kompensatsiya dasturi joriy etildi. Unga ko'ra har oyda kommunal to'lovlar summasining 30% dedi, lekin 200 ming so'mdan oshmagan miqdori kompensatsiya qilinadi. Bu kompensatsiya ham fuqaroning o'zi yoki uning vakili tomonidan berilgan ariza asosida davlat xizmatlari markazlari orqali rasmiylashtiriladi. Ariza bilan birga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, yolg'iz yashashi haqida mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma va so'nggi 3 oylik kommunal to'lovlar kvitantsiyalari nusxalari taqdim etilishi shart. Mavjuda opa bu kompensatsiya haqida eshitgan bo'lsa ham, men qayerga boraman, kimga murojaat qilaman deb qimirlamay o'tirdi. Natijada agar u ariza bermaganida har oy o'rtacha 15 ming so'm, agar uning kommunal to'lovlari 500 ming so'm bo'lsa, 500 mingning 25 ming so'mga teng bo'ladi. Tejash imkoniyatidan mahrum bo'lar edi. Bir yil davomida esa bu 1.400 ming so'm degani. Bu pul uning dorilari, oziq ovqatlari yoki hatto kiyim-kechaklari uchun juda muhim edi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, davlatning ijtimoiy siyosatidagi o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar har doim ham avtomatik tarzda sizga yetib bormaydi. Siz o'zingiz faol bo'lishingiz, ma'lumotlarni izlashingiz va tegishli harakatlarni qilishingiz kerak. Aks holda siz haqli bo'lgan moliyaviy yordamni shunchaki qo'ldan boy berasiz. Asterisk ikkinchi asosiy qism. Qoidalardagi istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar yuqorida keltirilgan misollar va tushuntirishlar bilan bir qatorda qo'shimcha to'lovlar tizimida ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan kamchiliklar va noaniq nuanslar ham mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishda va ehtimoliy muammolarni oldini olishda yordam beradi. Murojaat muddatlari va retroaktiv to'lovlar, ko'pgina qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar uchun qat'iy murojaat muddatlari belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, bola tug'ilgandan keyin ma'lum bir muddat ichida nafaqa uchun murojaat qilishingiz kerak. Agar bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, o'tgan davr uchun pulni ola olmasligingiz mumkin. Ba'zi hollarda ariza berilgan oydan boshlab to'lovlar hisoblanadi, o'tmishdagi oylar uchun emas. Istisno tariqasida agar kechikishning uzrli sababi, masalan, og'ir kasallik, uzoq muddatli chet elda bo'lish masalan mavjud bo'lsa va bu hujjatlar bilan tasdiqlansa, ba'zi turdagi to'lovlar retroaktiv tarzda, ya'ni o'tgan davrlar uchun ham to'lanishi mumkin. Ammo bu juda kam uchraydigan holat va har bir vaziyat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish juda muhim. Hujjatlardagi kamchiliklar va rad etish sabablari. Arizangiz rad etilishining eng keng tarqalgan sabablardan biri bu hujjatlarning to'liq emasligi yoki ulardagi xatoliklar. Masalan, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma noto'g'ri to'ldirilgan bo'lishi. Tug'ilganlik guvohnomasining nusxasi sifatsizligi yoki notarial tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan shaxsiy ma'lumotlarning reyestrdagi ma'lumotlarga mos kelmasligi ham muammolarga olib keladi. Qonunchilikka ko'ra, sizga hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun ma'lum bir muddat berilishi shart. Agar shu muddat ichida siz kamchiliklarni tuzatmasangiz, arizangizni ko'rib chiqish rad etilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni topshirishdan oldin ularning to'liq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. 3. Daromad tizimlari va ular o'zgarganda nima qilish kerak? Ko'pgina ijtimoiy to'lovlar kam ta'minlangan degan tushuncha asosida beriladi. Ya'ni oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan oylik daromad davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdordan, masalan, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan minimal iste'mol xarajatlaridan oshmasligi kerak. Agar siz nafaqa olayotgan bo'lsangiz va oilangiz daromadi sezilarli darajada oshsa, masalan, siz yoki oila a'zolaringizdan kimdir yangi
yuqori maoshli ishga kirsa, bu haqda tegishli organga xabar berishingiz shart. Aks holda siz noto'g'ri olingan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. Hatto jarima ham undirilishi ehtimoli bor. Ba'zi to'lovlar har 6 oyda yoki yilda bir marta qayta ko'rib chiqiladi va oilaning daromadi qayta tekshiriladi. Agar daromad o'zgargan bo'lsa, nafaqa to'xtatilishi yoki kamaytirilishi mumkin. 4. Avtomatik qayta ko'rib chiqish va qayta ariza berish zaruriyati. Ba'zi nafaqalar, masalan, bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oyga yoki 1 yilga tayinlanadi. Bu muddat tugagandan so'ng sizga nafaqa to'lovlari avtomatik tarzda uzaytirilmaydi. Siz qaytadan ariza berishingiz va oilaning daromadlari hamda turmush sharoiti haqidagi ma'lumotlarni yangilashingiz shart. Bu fuqarolar tomonidan tez unutiladigan muhim nuansa. Ko'pchilik bir marta ariza berib, doimiy ravishda olaman deb o'ylaydi. Ammo aslida har safar qayta murojaat qilish talab qilinadi. 5 raqamli savodxonlik va muqobil variantlar hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab xizmatlar elektron tarzda, ya'ni mytonga.uz portali orqali taqdim etiladi. Bu qulay va tezkor. Biroq barcha fuqarolar ham internetdan yoki elektron imzodan foydalana olmaydi. Bu holatda siz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda, hujjatlarni skanerlashda va tizimga kiritishda yordam berishadi. Bu muhim nuansa, chunki texnologiya bilimi yetarli bo'lmagan shaxslar imtiyozlardan mahrum bo'lmasliklari kerak. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlari ham fuqarolarga axborot berishda va hujjatlarni to'plashda yordam berishi mumkin. 6. Qonunchilikdagi o'zgarishlar va yangiliklardan xabardor bo'lish, ijtimoiy himoya sohasidagi qonun va qarorlar muntazam ravishda yangilanib turadi. Yangi turdagi nafaqalar joriy etilishi, mavjudlarning miqdori oshirilishi yoki tayinlash tartibi o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish uchun doimiy ravishda rasmiy manbalarni, masalan, mytonga.uz sayti, hukumatning rasmiy nashrlari, ishonchli yangilik saytlari kuzatib borish yoki mahallangizdagi ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ba'zan kichik bir o'zgarish ham sizga qo'shimcha imtiyozlar olish imkoniyatini berishi mumkin. Misol uchun, ilgari faqat 2 farzand uchun nafaqa berilgan bo'lsa, endi 3 farzandlik oilalarga yangi turdagi yordam joriy etilishi mumkin. Bu kabi o'zgarishlarni bilmaslik sizni haqli pulingizdan mahrum qilishi mumkin. Bu nuanslar shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha to'lovlarni olish jarayoni shunchaki ariza berishdan ko'proq narsani talab qiladi. Bu diqqatni, mas'uliyatni va qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishni talab qiladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Aniqlik kirituvchi ko'rsatmalar. Endi eng muhim qismga o'tamiz, amaliy harakatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Nima yozish kerak? Bularning barchasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Vaziyatni aniqlashtirish. Siz qanday to'lovlarga haqlisiz? Avvalo, o'zingizning vaziyatingizni tahlil qiling. Siz yoki oila a'zolaringiz qaysi kategoriyaga kirishingiz mumkinligini aniqlang. Kam ta'minlangan oilamisiz? Nogironligi bor oila a'zosi bormi? Inguru, ikkuru bolalikdan nogiron. Farzandlaringiz soni qancha? 3 va undan ortiq farzandli oilamisiz? Yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rmisiz? Ishsizlik nafaqasi olish huquqingiz bormi? Boshqa bir maxsus kategoriya. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila, yetim bolalar. Qayerga murojaat qilish kerak? Murojaat qilish sizning vazifangizga va izlayotgan to'lovingiz turiga bog'liq. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, ko'pgina ijtimoiy to'lovlar, jumladan bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar, nogironligi bor shaxslarga yordam turlari uchun arizalar DXM orqali qabul qilinadi. Siz yashash joyingizdagi DXM filialiga shaxsan borishingiz yoki mypok.uz elektron portali orqali onlayn murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn murojaat qilish uchun elektron imzo, e-imzo kerak bo'ladi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi yoki mahalla fuqarolar yig'ini, ba'zi turdagi moddiy yordamlar, ayniqsa mahalliy byudjet hisobidan ajratiladigan yordamlar uchun mahalla qo'mitasiga murojaat qilish zarur bo'ladi. Bu yerda oilaning turmush sharoiti o'rganiladi va tegishli komissiya tomonidan xulosa beriladi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari, pensiya va nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi asosiy to'lovlar bo'yicha pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar ham
aynan shu idora orqali rasmiylashtirilishi mumkin. Bandlikka ko'maklashish markazlari, ishsizlik nafaqasi, kasb o'rgatish uchun stipendiyalar, kichik tadbirkorlikni boshlash uchun subsidiyalar uchun shu markazlarga murojaat qilinadi. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari, nogironlik guruhini belgilash yoki qayta ko'rib chiqish uchun. Bu to'g'ridan to'g'ri moliyaviy to'lov emas, ammo ko'pgina imtiyozlar uchun asos bo'ladi. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Har bir to'lov turi uchun hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Ammo umumiy va eng ko'p talab qilinadigan hujjatlar quyidagilardir. Asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar: sizning pasportingiz original va nusxasi, oila a'zolarining pasport nusxalari. Oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar: nikoh guvohnomasi originali va nusxasi, ajrim agar mavjud bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari original va nusxasi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma: oxirgi 12 oy yoki 6 oy aynan qaysi davr talab qilinishini aniqlang uchun oilaning har bir ishlaydigan a'zosi ish joyidan olgan maoshlari haqidagi ma'lumotnoma. Agar tadbirkor bo'lsa, soliq idorasidan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Pensiya oluvchilar uchun pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma. Asosiy bank rekvizitlari: nafaqa yoki kompensatsiya puli tushishi kerak bo'lgan bank plastik kartochkangiz raqami va unga bog'liq bank rekvizitlari, hisob raqami, MFO, AYN kabi. Asosiy turar joy haqidagi ma'lumotnoma: doimiy yashash joyi bo'yicha kadastr hujjatlarining nusxasi yoki uyning kadastr raqami. Ba'zida uy-joy kadastridan yoki mahalla fuqarolar yig'inidan uy tarkibi haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Asterisk nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar: agar oilada nogironligi bor shaxs bo'lsa, uning nogironlik guvohnomasi, TMI xulosasi, tibbiy ko'rik natijalari. Boshqa maxsus hujjatlar: ba'zi to'lovlar uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, aliment to'lovi haqidagi ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, kommunal to'lovlar kvitansiyalar nusxalari. Asosiy muhim eslatma: har doim hujjatlarning asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring. Mutaxassislar ularni ko'rib nusxalarni tasdiqlashlari mumkin. Asosiy kod: ariza qanday yoziladi? Ko'pgina idoralarda DXM pensiya jamg'armasi arizaning standart namunasi mavjud. Sizga faqatgina uni to'g'ri to'ldirish kerak bo'ladi. Agar standart shakl bo'lmasa, uni quyidagi ma'lumotlar bilan to'ldirish zarur. Asosiy yuqori o'ng burchakda murojaat qilinayotgan tashkilotning nomi, masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi ijtimoiy himoya agentligining davlat xizmatlari markazida yoki Qo'qon shahar pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'i. Undan pastda arizachi haqidagi ma'lumotlar: familiya, ism, sharif to'liq, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili, telefon raqami. Asterisk o'rtada ariza so'zi. Asosiy matn: bu yerda siz qanday qo'shimcha to'lovni yoki nafaqani olishni xohlayotganingizni, qaysi qonun yoki qarorga asosan haqli ekanligingizni qisqacha bayon qilasiz, agar bilsangiz. O'zbekiston Respublikasining insonli qonuni yoki Vazirlar Mahkamasining insonli qaroriga asosan oilamning kam ta'minlanganligini inobatga olgan holda bolalar nafaqasini tayinlashni so'rayman. Oila a'zolaringiz haqidagi qisqacha ma'lumotlarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Ilova topshirilayotgan hujjatlar ro'yxatini sanab o'ting. Pastki chapda ariza berilgan sana. Pastki o'ngda arizachining imzosi va familiya, ismi sharifi. Tashbish jarayonni kuzatish va rad etilganda nima qilish kerak? Ariza qabul qilingandan so'ng sizga arizangizning ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida tasdiqnoma yoki ID raqami beriladi. Bu raqam orqali arizangizning holatini my.gov uz portali orqali yoki DXM ga qo'ng'iroq qilib kuzatib borishingiz mumkin. Ko'rib chiqish muddati: har bir xizmat turi uchun ko'rib chiqish muddati belgilangan. Odatda 15 ish kuni yoki 30 kalendar kuni. Ushbu muddat tugagandan keyin javob olmasangiz murojaat qiling. Rad etilganda: agar arizangiz rad etilsa, sizga yozma ravishda rad etish sabablari ko'rsatilgan xat yuborilishi shart. Ushbu xatda ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda qayta murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Ijtimoiy himoya agentligi, xalq qabulxonalari yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Unutmang, sizning huquqlaringizni himoya qilish birinchi navbatda sizning qo'lingizda. Faol bo'ling, ma'lumotlarni izlang va o'z haqqingizni talab qiling. Asosiy xulosa va yakuniy ogohlantirish. Shunday qilib, bugun biz juda muhim mavzu, qo'shimcha to'lovlarni ariza bermasdan olmaysiz.
haqida atrofcha suhbatlashdik. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni harakat qilishga undadi. Yodingizda tuting, davlat fuqarolarini qo'llab-quvvatlash uchun doimiy ravishda yangi mexanizmlarni yaratmoqda. Lekin bu imkoniyatlardan foydalanish uchun ko'pincha sizning shaxsan murojaatingiz zarur. Jim turib o'zi beradi deb kutish bilan siz o'zingiz va oilangiz uchun juda muhim moliyaviy yordamlarni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Bugungi videoda aytilgan barcha nüanslarga, misollarga va amaliy maslahatlarga amal qiling. O'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan cho'chiman. Aziz tomoshabinlar, sizning fikringiz men uchun juda muhim. Qaysi turdagi qo'shimcha to'lovlar haqida eshitgan edingiz? Sizning o'zingiz yoki yaqinlaringizda ariza berish jarayonida qanday tajribalar bo'lgan? Iltimos, o'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa va foydali ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanalning rivojlanishiga yordam beradi va men sizga bundan ham ko'proq foydali ma'lumotlar ulashishimga imkon yaratadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.